ikki og'iz gapim bor. Obrazlarga keladigan bo'lsa, epotajni obrazda chiqishga hech qachon qo'rqmaganman. Uni gapi, buni gapi, kommentariyasi, keyin oilamni o'ylagan holda majbur bo'ldim yo'nalishimni o'zgartirish uchun. Meni kechiringlar, men charchadim. Kimnidir gapiga, qo'shqog'iga qarab ijod qilishga, o'zim men qangizni qandoq bo'lgan bo'lsam, shundoq bo'lib ijod qilmoqchiman. Sastavimga alohida qarshi. Yangi sastav qarash. Trio. Judayam ta'sirli klip chiqdi. Ko'z yoshli tiya olmadim. Klipni ko'rish bilan Kanizaman qulog'iga kelib aytdim. Kaniza Bey o'zingizga kelasiz dedim. Chunki bu bularning imijlari. Klip premyera bo'ldi, tezda YouTube'ga kirib, Kanizaxondan xalqlarga man klipini tezda ko'ringlar. Like, bosh komment yozishni esdan chiqmang.